interfeys ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Mana dashbord bor. Bugun nechta qabul yozilgan va umumiy nechta kishi ishlayapti ko'rsatib turadi. Va raspисанияda masalan soat nechilar band qilingan va qaysi kuni band qilingan. Haftalik negizda ko'rinyapti. Oylik negizda ham ko'rsa bo'ladi mana. Bu har xil test uchun qilingan, ya'ni doktorlarga, xona ijarasiga ham qilingan. Mana haftalik, kunlik va bugun kimlar keladi. Hammasi bu yerda ko'rinib turadi. Endi esa analitikasi bor. Analitika qancha pul tushganligi, umumiy shu paytgacha nechta zapis bo'lganligi, yangi mijozlar nechta bo'lganligi va o'rta chek necha pul bo'layotganligini ko'rsatadi. Xo'p, yakunlanganlar nechta bo'lgan, admin qilinganlar nechta bo'lgan va neyavka nechta bo'lganini ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p, mutaxassislarni masalan ko'rsa bo'ladi, ya'ni kimlar bor va qancha pul tushyapti o'sha insondan yoki o'sha xonadan ko'rsa bo'ladi. Xo'p, necha pul tushdi va kelmaganda necha foiz bo'lyapti. Bu ham kunlik, oylik misolda ko'rsa bo'ladi. Xo'p, yana statistikalardan bittasi bu klientlar. Xo'p, qaysi klient, bu nechta klient keldi yangi, aktivlar nechta va bitta klient necha marta qayta kelyapti. Va o'zlari necha kishi bron qilindi, balkim linklarni masalan profillarga, Instagramlarga qo'yib qo'ysangizlar, o'sha link orqali necha kishi bron qilganligini ko'rsa bo'ladi. Va bitta mijoz qancha pul ketayotganini ham ko'rsa bo'ladi, necha marta kelib. Endi esa mana top 10 klientlarni ko'rsa bo'ladi, ya'ni eng ko'p kelayotgan klientlarni qaysiligini topib, ularga masalan maxsus sovg'alar, podarkalar, nimadir bonuslar qilib bersa bo'ladi. Mana shu uchun bu bo'lim qilib qo'yilgan. Xo'p. Yana har bitta kunlik vыручка qanchaligini ko'rib tursa bo'ladi. Va mutaxassislarni xohlagancha qo'shish mumkin. Xonalar masalan 10 tagacha bo'lsa 10 ta yoki hovlilar masalan 10 ta bo'lsa 10 tagacha qo'shsa bo'ladi. Va shularning hammasi tarif bilan ketaveradi. Mana bitta mutaxassis bu ekspertlarga, doktorlarga to'g'ri keladi. Bir kishi bo'lsa 150 ming to'lab har oy ishlatadi. Agar 15 dan ortiq foydalanuvchi bo'lsa, ya'ni bitta kompaniyada 15 ta doktor yoki bitta biznes egasida 15 tagacha bo'lgan xonalar yoki masalan uylar bo'lsa 650 ming so'm. Agar undan ham ko'p pul ketadigan bo'lsa, cheksiz limit bor, 1 million 300 ming so'm. Bu har oylik. Bunda sun'iy intellekt, CRM tizimidan integratsiya qilib berish va ko'plab imkoniyatlar bor. Ko'proq bizada Teamni foydalanishadi, chunki ko'pchilikda 15 tagacha bo'lgan jamoasi va 15 tagacha bo'lgan xonadon va xonalari mavjud. Yana qanaqa qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Pastda mana chat uchun link qo'yib qo'yilgan, ustiga bossangiz bemalol yozib bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.